Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Xudo xolasa 2025-yilda narxlar bilan sizlarni birma-bir tanishtirib o'tamiz. 2025-yil 25-sentyabr bugungi narx-navolar bo'yicha Xudo xolasa bizda уже divizion sezon boshlandi. Juda ko'pchilik telefon qilib bizdan divizion so'rayapti. Xudo xolasa bugun mana shu 6,5 ming modelli 188 5,5 kW toza beradigan divizionimiz Xudo xolasa 6 ariqqa chiqib ketyapti parnikka. Bundan tashqari mana shu 8 ming modelimiz Andijon marhamatga baliq pishirib sotishar ekan, Ariston bitta konditsioner ishlaydi ekan. Bu Xudo xolasa o'shaqa chiqib ketadigan Andijon marhamatiga. Bundan tashqari 9,5 ming model 8,5 kW toza beradi. Blogi 192 mana motkasini ko'rishingiz mumkin. Akamlar ham katta bo'ladi. Akalar, kimga mana shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, mana bemalol telefon qilaverasa, telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Mana Zen model bo'ladi. Zen'da 6 oy kafolat servisi bor bizda. Zen firmani dilerligi, xudo xolasa o'zimizda. Kimnidir divizionga buzilib qolgan bo'lsa, 6 oygacha bepul xizmat bo'ladi. Biz firma bilan kelishgan holda bitta ustaga oylik chiqarib, endi mana shu narsalarni buzilsa tuzatib berishga gaplashganmiz. Bundan tashqari bizda boshqa turdagi divizionlarimiz ham bor. Mana ko'rishingiz mumkin. Kimga qanaqa divizion kerak bo'ladigan bo'lsa, mana generator 1 kW deymi, 3 kW deymi, 5 kW barchasidan bor. Bizni ko'pchilik juda yaxshi bilishadi. Texnika uz Qo'qon. Telegram kanalimiz ham bor. Telegram kanalimiz nomi ham Texnika uz Qo'qon. Mana 3 kW 2 kW, 5 kW hammasidan bor. Ovozli, ovozsiz deysizmi, tovuq firma hamma joyga bizda mavjud. Bundan tashqari menga to'liqroq ma'lumot bering degan akalarimizga mana to'liq tushuntiradigan bo'lsak, xudo xolasa 5,5 kW tok beradi bu. 5,5 kW beradi. 6,5 ming markali Milok 188 bo'ladi. Admotka, katta admotka bo'ladi mana. Ovozlari ham shunga qilingan. Juda ixcham ishlaydi, yaxshi ishlaydi. Bundan tashqari mana 8 ming modelligi bor, 7 kW beradi. Ko'rishingiz mumkin mana aka zanzibleniyali bo'ladi akalar. Misol 5 kW ni nagruskani ham ularasizlar. Xudo xolasa erib ketib qolmaydi. Blogi 190 blog bo'ladi, akkumulyatorlari ham katta bo'ladi. Bu 2025-yildagi narxlar. Xudo xolasa akalar sezon boshlanmasdan olsalar $100, $150 5 kW, 6 kW divizionlarda arzon olasizlar. Sababi xudo xolasa 1 oydan keyin oktyabrga o'tib havolar ilk sovigan bo'lsa, firma tomonidan narxlarimiz oshadi. Statorli bo'ladi, 190 lik mana ko'rishingiz mumkin. Xudo xolasa bizni bu yil ishongan divizionlarimiz shu. Xudo xolasa uyaltirgan yo'q, servislari bilan xudo xolasa bexijolat olib borib, ishlatib, tekshirib berish xizmatlarimiz ham bor akalar. Bundan tashqari ko'rishingiz mumkin, xohlagan turdagi divizionlar ham bor. Bemalol telefon nomerlariga telefon qilib zakaz berishingiz mumkin. Mana bir qator orqa tomonidan ham ko'rib o'tirasizlar. Gazga, propanga moslab beraveramiz tayyor qilib akalar. Benzin, propan. Endi ko'p ishlataman deydiganlarga propanligi ma'qul. Bizni kanalimizdan uzoqlashmanglar. Podpiska bo'lmagan bo'lsalar, podpiska bo'lib qo'ysalar, bundan ham yaxshi olib borib o'rnatgan videolargacha qo'yib beramiz akalar.